Bugun alhamdulillah ahvol qiyin, muammo ko'p. Lekin u muammoni yechadigan kim? Yechadigan Alloh. Natija Allohdan. Banda o'zidan bir sabab sodir qiladi, tamom. Masalani qanday bo'lishligi, qanday yechilishligi, muammodan insonni o'zi qanday yechim orqali chiqishligi Allohdan. Alloh taoloni o'zi har bir mu'min bandaga fazl bersin. Alloh taoloni o'zi yaxshiliklar bersin. Chunki zikr, ibodat, ihson taqdirni o'zgartiradi. Alloh taolo fazl beradi. Alloh taoloni o'zi yaxshilik beradi. Alloh taoloni o'zi manfaat beradi. Tavakkal qiling bo'ldi. Ihsonda, yaxshilikda, nafs tarbiyasida bardavom bo'laversak, Alloh taoloni o'zi har bir mu'min bandalarga yaxshilik beradi. Maqsud aka, SMS yubordingizku, ertalab shuni menga bering, ochib. Bir voqeani aytib beramiz. Biz internet tarmoqlarida 40 ming marta istig'for aytishlikni targ'ib qilgandik. Alloh taoloni taqdiroti. Bir kishi yozyapti. Biz ham 2 yil farzandsizlik muammosi bilan qiynaldik. Tibbiy tomonlama qilmagan ishlarimiz qolmadi. Bir ma'ruzada eshitib qoldim. Astagfirulloh atubu ilayhni 40 ming marta aytsa, ixlos bilan aytsa. Odamlar keladi, men 40 ming marta aytdim, bo'lmadi-ku deydi. Birodar, ixlos bilan ayting. Muammo bizda emas, muammo sizda. 40 ming marta aytsa, niyatlar amalga osharkan deb ixlos va niyat qilib boshladim. 3 mingtaga yetdi, deydi bir ayol kishi. Alloh taoloning mo'jizasini sezdim. Tekshiruvga borsam, doktorlar ishonmaydi. Bo'lishi mumkin emas. Organizmlar homilaga tayyor emas. Homila belgilari umuman yo'q. Bu homila qayerdan paydo bo'ldi deb o'zlari bosh qotirishdi. Allohga oson. Yo'qdan bor qiladigan Alloh paydo qilgan. Dindoshlarim, nimaniki istasangiz boring, istig'for ayting, Allohga yolvorib so'rang. Alloh taoloni o'zi ijobat qiladi inshaalloh. Internet tarmoqlaridan kelgan SMS. Buning misollari juda ko'p. Alloh taolo fazl bersin. Bugun ahvolimiz shunday. Bir ish qilamiz, nega bo'lmayapti deymiz. Bir duo qilamiz, nega bo'lmayapti. Bir ihson beramiz, nega qaytmadi deymiz. O'zi aslida 10 barobar yoki 700 barobar qaytishligi kerak. Birodar, ixlos bilan qiling. Nima ish qilasiz? Kichkina amal bo'lsin u. Ixlos bilan qiling. Alloh taolodan chin qalbdan ijobat bo'lishligini so'ragan holatda qiling. Alloh taoloni o'zi yordamchi, Alloh taoloni o'zi nosir. Yo'qdan bor qiladi. Siz o'ylamagan tomonlardan Alloh taolo keng qilib qo'yadi. Alloh taologa yolvoraylik bugun. Taqvodor bo'laylik. Nafsimizni tarbiyalaylik. Avvalo o'zimizdan ko'ra dinimizni, o'zimizni farzandlarimizdan ko'ra yetim farzandlarini, o'zimizni uyimizdan oldin Allohning uyini oldinga qo'yib amallarda, ishlarda bardavom bo'lsak, Alloh taoloni o'zi yaxshilik beradi. 15 yillik imomlik tajribamizdan aytadi. Bir yigit kelgandi. Yaqinda uning imoratini, ya'ni ochilishiga, ya'ni birinchi marta kiryapti, ihson qilyapti, biz chaqirildik. U odam aytadi, men 2013-yil uyim yo'q edi, ijarada turardim deydi. Masjidning tahoratxonasi boshlangan vaqt edi. Ijarada turaman, uyim yo'q. Lekin niyat qildim. Avval o'zimga uy qurishlikdan oldin masjidni obod qilamiz. O'sha qurilish materiallariga o'zim muhtoj. Yerimiz bor, tep-tekis yer. O'zim imorat qilsam bo'ladi, lekin masjidga tahoratxona boshlangani uchun sement va g'ishtga men yordam berganman deydi. Endi olib bergan 2013-yil bizni esimizdan ham chiqib ketgan. Kim nima bergan, nima ish qilgan? Chunki undan keyin ko'p ishlar qilingan. Aytdiki, men ijarada turaman, o'sha payt masjidga ihson qilganimdan keyin shunaqa uy qurilishliklari, tijoratim, ishim boshlanib ketdi. Domla deydi, ishoning deydi, mana shu imorat qayerdan paydo bo'ldi, qanday bo'ldi men bilmayman deydi. Qanday bo'ldi, nima ishlar bo'ldi? Mashalloh, uyi zamonaviy.
u qurgan uyiga o'rtacha bir 4-5 uy qursa bo'ladi. Shu darajada. Domla deydi, qancha ketganini, nima ishlar bo'lganini men bilmayman, lekin menda bitta qoida bor deydi. Bir ish qilsam avval imorat qilsam avval Allohning uyining imoratlaridan xabar olaman. O'zimga bir kiyim olsam albatta bir nochorni kiyintirib undan keyin o'zim kiyinaman. Uyimga bir bozorlik qilsam albatta bir nochorni men bilan qo'shimcha bozorligi bo'ladi. Alloh taolo bugungi kunda shunchalik mol va davlat berdiki, Alloh taologa 1000 million milliard shukr aytsam ham kam deydi bugun. Bugun bizda yetishmovchilik bor. Bugun qarzlarimiz ko'p. Qarzlarimizni ustiga biz Alloh taoloning fazlidan noumid bo'lib foizga ham pul olganmiz. Ribo masalasiga ham kirib qolganmiz. Bugun qiynalyapmiz. Nega? Faqat o'zimizni o'ylaymiz bugun. Dasturxonimizda bir yetimni haqqi bo'lsin. Uyimizni bir yetim bemalol taqillatib, "Birodar, menga bir kosa ovqat ber" desin. Kim ovqat so'radi oxirgi marta uyingizdan? Shunchalik biz bahaybat va badavlatmizki, odamlar kelib bir narsa so'rashdan uyaladi. Chunki bundan oldin so'raganlarga bir qattiq jerkib qo'yganmizda. Biz o'zimizga kiyim olishlikdan oldin qachon bir birodarimizga kiyim olib berdik? Farzandimizga bir kiyim olib berishlikdan oldin bir yetimni bolasini qachon kiyintirdik? Uyimizga bir ta'mirmi, uy qurayotgan vaqtda qachon Alloh taoloning uyining ta'miridan qachon xabar oldik? Endi bugun ahvolimiz qiyinligidan kelib Alloh taoloning uyiga kelib shikoyat qilamiz bugun. Ahvolim yomon deymiz. Qiynalyapman deymiz. Riboga kirib qolganman deymiz. Qarzim ko'p deymiz. Farzandim bo'lmayapti deymiz bugun. Xatoni qilib qo'ydik-ku. O'nglanaylik bugun. Hali vaqt bor. Tirikmizda. Alloh taolo fazl bersin. Alloh taoloning o'zi yaxshilik bersin. Alloh taoloning o'zi har bir mu'min bandaga fazl va in'om bersin inshaalloh. Alloh taolo olib borayotgan ishlarimizga nosiri mu'in, manfaatli va fazilatli bo'lmog'ini Robbimni o'zi nasib aylab, dunyo va oxiratda saodatli bo'lmog'imizni Robbim hammalarimizga nasib qilsin inshaalloh. Siz aziz jamoatdan duo talab birodarlarimiz borlar, Marjona shifo talab ekanlar. Hoji Faxriddin aka ishlarini rivojini so'rab duo talab ekanlar. Alloh taoloning o'zi har birlariga yaxshilik bersin. Nodir aka, Nozanin singlimiz siz aziz jamoatdan duo talab. Jasur aka siz aziz jamoatdan duo talab. Akmal o'g'illari Azizbek shifo talab ekanlar. Alloh taoloning o'zi shifoyi komil bersin. Nozima singlimiz imtihon topshirmoqchi ekanlar. Alloh taolo omad bersin. Matluba opa shifo talab ekanlar. Qizlari baxt talab ekanlar. Alloh taoloning o'zi yaxshiliklar va fazl bersin. Samarqanddan kelgan mehmonlarimiz, viloyatlardan kelgan mehmonlarimiz, masjidga birinchi marta kelgan birodarlarimiz, azizlarimiz borlar. Alloh taolo qadamlarini qutlug' va fazilatli bo'lmog'ini Robbim nasib aylasin. Alloh hammalarimizni duolarimizni ijobat, fazilatlarimizni baland va inshaalloh masjid gumbazini ta'mirlashni niyat qilib arafasida turibmiz. Alloh taoloning o'zi himmat ko'rsatmog'imizni va Alloh taoloning baytini xizmatkorlaridan bo'lmog'imizni va inshaalloh har birimizga mana shu savobga sherik bo'lmog'imizni Robbim nasib qilsin. Amin. Hasbiyallohu ni'mal vakil, ni'mal mavla va ni'man nasir bi rahmatika ya arhamar rohim.